Bugun sizlar bilan Scratch darsini o'rganamiz. Bu birinchi loyihamiz bo'ladi. Men Oliy o'quv markazida o'qiyman. Agar o'qimoqchi bo'lsanglar, ko'rib turganingizdek, hozir men ingliz tilini o'zgartirib olaman. Xo'sh, endi bizning nom bera olamiz. Birinchi loyihamiz deb. Xo'sh, mening birinchi kodim bugungi bayroqcha qachonki bosilganda hamma so'zi chiqish kerak degan kod bu logs joyida olinadi. Men esa bir yozamiz. Assalomu alaykum. Sal xatoliklar bo'ldi, biz to'g'rilaymiz. Ana start berdik. Assalomu alaykum deb bizga xabar berdi. Sizlar endi zafar obuna qo'ysanglar, shulardan birini o'chishga harakat qilamiz. Qaysi biri bo'lishini istaysiz? Men o'z nomini yozib qoldiring.